Qaysar, Xo'sh. sahnamizni keyingi san'atkorlarimizga berishdan ilgari biz programmamiz haqida qisqacha to'xtalib o'tsak qanday deysiz? Agar tomoshabinlarimiz xohlasizlar. Hürmetli görünmen dostlar, tomoshabin dostlar, yangidan yo'l qo'yilgan navo programmamiz jamiyatimizga naqshi musiqa jihati talanti bor, ammo sahnaga chiqish fursati bo'lmayotgan yoshlarning shundaqla o'zini yosh chaqlaydiganlarning o'zini ko'rsatadigan baygi maydoni. Davrning ehtiyojiga mos holda yo'l qo'yilgan navo programmamiz jamiyatimizga keng yoshlarga o'zini to'ntirish, shundaqla o'zini chiniqtirish fursati hozirlab berdi. Programmamiz yana xalq ommasini san'at osmonidagi cho'lponlarni o'zi tiklash fursatiga ega qilgandan boshqa ko'milib kelayotgan nodir san'at obidlarimizni qezib, qoid sahnaga elib chiqib, uni zamonaviylashga yuzlantirish, ilg'or madaniyatlarni qabul qilib, nodir madaniyatimizni saqlab qolish, san'at meroslarimizni yoshlarga ulgu qilishni asosiy nishon qiladi. Shundaq hayotlikni bir naqshiga o'xshatsak, har kim bu naqshini o'zgacha nishon, o'zgacha maqsadlar bilan aytib davomlashtiradi. Undaq bo'lsa biz sahnamizni yanada shu jo'shqinlik ruhiga boy san'atkorlarimizga bersak qanday deysiz? Xo'sh, qani marhamat. Marhamat. Sengar ayni iradan bar men gül sunma Tangri berget vurur bilen can Japalar has sendin ün çıkma Oh elbeten gimide azarlar yesen Dilimga
ur